Yo, assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz bugun yangi akkaunt ochdik va Bernardo Silva, keyin Robert Lewandowski, keyin Patrik Dorguni ochdik va bugun endi kontentni bosamiz o'rtoqlar. Let's go. O'rtoqlar, mana o'yin boshlandi. Bernardo to'pni olib qo'ydi, Ronaldo pas, Messi va Robert Lewandowski olib qo'ydi. Oldirib qo'ydi. Hop. Dorgu. Padashi. Ronaldo. O'rtoqlar, bu bizning bu kanalda birinchi videoyimiz. Okey. Bulardan hujum, Dorgu olib qo'ydi. Blok. Uyg'lavay o'rtoqlar va chiqarib bermoqda. Bernardo Silva clear, короче, o'sha Messidan engine. Fint va pas. Robert Lewandowski. Messi. Uno yo'qda Ronaldo va gol. Goal celebration. O'rtoqlar. Hozir men endigina hali endi 10-diviziondaman. O'yinni davom ettiramiz o'rtoqlar. Oskar Fraulo Enzo Fernandez olib qo'ydi. Messiga pas va bekor pas berdim orqaga. Hop. Manuel Akanji olib qo'ydi. Messidan pas va to'p. Yana Enzo hamma joyda. Morris ekan. Bruber. Ko'proq o'ynash oqibati. Ronaldo. Pas va Ronaldo gol uradimi? Ronaldodan zarba. Voy, you need better quickly pass to. O'rtoqlar. Hop, atvarotdan deb berdi. Enzo yiqilib qoldi. Aytgancha do'stlar, bu akkauntda PES, ya'ni eFootball, ya'ni FK, yana Brawl Stars o'yinlari bo'ladi. Agar mabodo o'xshab qolsa, car parkingni ham chiqarishimiz mumkin. Yana nima o'yinlar bor? Minecraft, yana Roblox chiqarishimiz mumkin yana. Короче, mix o'yinlar. Robert Lewandowski ketyapti. Zarba. Lionel Messidan gol. Bu joyni kesib tashlayman. Matt Clark. Ben Brandon-Ries. Trent olib qo'ymoqda. Va magnificent pass. Yomon pass bergandi bor-ku. Hop, siz mog'but o'sha короче. Enzo. Bugun menimcha Enzo CMF bo'ladi. Enzo to'pga o'ynabdi. Qanday pas o'rtoqlar. Ronaldodan zarba gol. Aytgancha PUBG ham bo'lishi mumkin. Endi bu yog'i Allohdan. Agar bu videomiz 50 ta yoqsa, keyingi qismlarda
PUBG yoki Robloxni chiqarishim mumkin. Hop, o'rtoqlar, ikkinchi taym ham boshlandi. Bitta Ronaldoga pas berdim jinniga o'xshab. Hop, Robert Lewandowski. Lewandowski. Как urolmadi? Clark. Messidan long shot. Do'stlar, o'xshamayapti negadir. Enzo Fernandez. Eduardo Camavinga. O'rtoqlar. Keyin kommentariyada qaysi o'yin ko'p ovoz chiqsa, o'sha o'yinni ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Kommentariyada o'zingizning ovozinglarni yozib qo'yinglar. Messidan zarba va gol o'rtoqlar. Ajoyib. Qanday zarba o'rtoqlar, qanday zarbani bitta ichkariga injin qildi va voy. What an engine. Lionel Messi. O'rtoqlar, men ham nima edi, raqamlarni to'g'rilashim kerak va bo'ldi. Raqamlarni to'g'rilasam bo'ldi ekan menimcha. Da bo'ldi. Hop, Cristiano Ronaldo. Meni jo'skim ishlamay qoldi. Hop, o'rtoqlar. Bernardo Silva. O'rtoqlarni chiqaramiz. Voy. 4-2 qilib qo'ydi. Lekin biz to'xtamaymiz o'rtoqlar. Gazini bosamiz. Zamina bo'pti. Keyindan zarba emas. Ma'qul, musona tashlab qo'ymoqchi bo'ldim. Nechta vaziyat mana shunaqa bir joyga tiqib qo'yaman. Keyin Lionel Messiga pas. Robert Lewandowski. Pasini qara Messini. Shuning uchun men Messini yomon ko'raman o'rtoqlar. Bernardo Silva, Bernardo. Hozir podkat ko'rishimiz mumkin. Aka urushing. O'rtoqlar. Wow. Gol urib qo'ydi. O'rtoqlar, mana bitta o'yin ham tugadi va bizning video ham tugadi.